Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2025-yil 19-sentyabr holatida Penoblog narxlari bilan tanishtirib o'taman. Adreslari, narxlari, qurigan tayyorlari soni bilan tanishtirib o'taman. Xullas, adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyida yuklab beramiz. Sifati o'ta zo'r holatda, ovoziga baho berib o'tamiz. Hozirgi kunda 4 mingta, 5 mingta qurigan tayyor bor. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib zakaz beraverasizlar. 13 ming joyida yuklab beryapmiz. Xitoy Hind parashyugiga chiqyapti. Do'stlar, Xitoy parashyugini bir qop 25 kilolik qop 1 million so'm joydagi narxi, Hindiston parashyugi 1 million 200 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib yetkazib beryapmiz. Sifatiga baho berib ketamiz, do'stlar. Kelib ko'rib, mana shunday sifatli g'ishtlarni olib ketishlaringiz mumkin. O'ta qattiq holatda, qo'l botadigan g'ishtlardan emas, ovozida ma'lum sifati. O'ta zo'r holatda ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rsatib beramiz pastini. Ovoziga alohida like bosib ketamiz, do'stlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Qurigan tayyor penobloklarimiz. Kelasizlar, ko'rasizlar, olib ketasizlar. Shu yerda Qashqadaryo Muborak tumanida penoblok seximizda o'zida penoblokdan uy qurganmiz. Uyni ko'rasizlar, penoblok qanday terilgan, ichki remontlari qanday bo'lgan, nima qilingan, konditsioner, televizorlar qanday qotirilgan, hammasini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib ketasizlar. Vanyalar qanday qurilgan, penoblokda hammasini ko'rib ketasizlar. O'ta zo'r holatda mana bu tomonda ham qurilgan tayyor ishlarimiz bor. Hozir quyoshda unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Quyoshga teskari bo'lib ko'rsatamiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyida yuklab berilyapti. Qirralari qo'lni kesadigan darajada qattiq. O'tkir burchakli g'ishtlarimiz. Diagonallari to'chni hech qanday muammo qilmaydi. Ustani olib kelib, ko'rsatib, baho berib olaverasizlar. Penoblokni nomer adini deb qo'rqmasdan aytib bilamiz. Kimdaki mana shu biznesga qiziqsa, penoblok apparatlarini ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yevro qolplari bilan $900 dastavka o'rnatish, o'rgatish ichida. Ishlab chiqarish jarayonlari ketyapti. Kimda sexi bo'lib turib, sifatini o'xshata olmayotgan bo'lsa, penoblok ishlab chiqarishni o'rgatish xizmati ham bor. Albatta pullik kelishamiz narxini. Undan tashqari gips mahsulotlari mana shunday, mana bu g'ishtlarimiz ho'l bo'lishiga qaramasdan o'ta qattiq holatda. Mana shunday sifatli gipslarni ham adreslarini berib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Mana bu ho'l g'isht ovozini ham eshitib ko'ramiz. O'ta zo'r holatda. Ho'l bo'lishiga qaramasdan tinkillab turibdi, do'stlar. Ho'ligi ham umuman qo'l botmaydi. Quriganiga ko'pshim. Ovozi jaranglab turibdi. Mahsulotni eng zo'rini olib ishlatyapmiz. O'sha zo'r mahsulotni ham umuman ekonom qilinmayapti. Qurigan tayyorini qidirayotganlar uchun, sifatlisini qidirayotganlar uchun. Umuman xira bo'sh g'ishtlardan emas bu g'ishtlar. O'ta zo'r holatda. Tayyor, kelasizlar, ko'rasizlar, olib ketasizlar. Tumbalik, latoylik hammasidan bor. Hozir ko'rsatib o'tamiz ularni ham. Qurigan g'ishtlarimiz deyarli hammasini ko'rsatib o'tdik. 4 mingta, 5 mingta tayyordan bor. Bemalol telefon qilib, kelib olib ketaverasizlar. Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming joyida yuklab beryapmiz. Ana endi tumba latoylari bilan ham tanishtirib o'tamiz. Shunday qarasak, videoda ko'rinayotgan bo'lsa, penoblokdan uyni ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol kelasizlar, ko'rasizlar qanday terilgan, ichki remontlari qanday, konditsionerlar qanday ushlab turibdi, hammasini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib olib ketaverasizlar. Penobloklarimiz yoqsa olasizlar. Mana bu tomonda ishlab chiqarish jarayonlari davom qilyapti. Tumbali g'ishtlarimiz ham ovozga baho beramiz. O'ta zo'r holatda. O'ta zo'r holatda tumbali g'ishtlarimiz. Mana bu yerda mana latoyli g'ishtlarimiz ham tayyor hammasi. Latoyli g'ishtlar, tumbali g'ishtlar. Faqat kelib ko'rib, yoqsa olib ketasizlar g'ishtlarimiz mana. Pastagisini ko'rsatamiz. Mana buni ovoziga alohida like bosamiz, do'stlar. O'ta qattiq. Juda ko'pchilik shunga ishonmay ovoz berilgan deydi. Ovoz berilgan bunga deydi. Bu tabiiy ovoz bu mana. Videoga mikrofonchasi olinyapti, g'ish qattiq bo'lgandan keyin shunday ovoz chiqar ekan. Gipsni eng yaxshisini olyapmiz. Gipsni eng yaxshisini sotib olib, o'sha yaxshi gipsni ham ekonom qilayotganimiz yo'q. Shuning uchun ham qattiq. Mana malotok bilan urayotgan edi, do'stlar.
Bu uchun alohida like bosib ketsak ham bo'ladi. Xullas do'stlar, sifatli qurigan tayyor pena bloklarimiz bor. Xitoy hind parashyoklarimiz bor. Pena blok ishlab chiqaruvchilar uchun telefon qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Like'larni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. 100 mingta bo'lishimizga ham ozgina qoldi. Qo'llab-quvvatlab turamiz do'stlar. Sog' salomat bo'lasizlar keyingi videolargacha. Keyin kommentariyada o'zingiz qiziqtirgan savollar bo'lsa yozib qoldirasizlar. Qo'ldan kelgancha javob berib o'tib ketamiz do'stlar.